Bugün sana yana kulüp kolaş injeneri, çoto eliş mutaxassisi, somka bulaş pişvası, tayak toxmakның aşinası, özüler erkisi, gazır çanas serkisi, küsey tuvak yaraktarı, Axletxanның tangdassız radarı, yetim tümür təsəklər başpanayı, Şapaq terişinin şayı Yakup Səməndər oğlunun hikayesini davamlıq sözləb berimin. Yakup'ның dadısı Səməndərkam toluma puxta, pakar kelgen bir adam idi. Oğlisinin bir bulunğağa yasıb alğan qutunu da bir inek bilen iki qoyunu aydımaydı. Qaçallı meni görsə, məntəngni elib çıxmıdın qoğu deydiğen gepini anlamaslık üçün onu görsəm üzümni aqıçattım. Anısı tolumu qavul ayal bulup, umu meni körgen yerde o eldeki otni haq etişketmisin cumu dep qoyatdı. Açısı qoyuna ot haqqını etişqanda yeniği kelgen kichik ballarga xuddi qoyuna haqsız körse bolmaydığandek bire qolundaki nanni dep turib alatdı. İki qolunu qırk etmeydiğen iştinden almaydiğen çoğun akısı Davud, qoylar xeli səmiribdi cumu degenlerge mağrurlanğan halette bizden Yakup Halepni bir kişilik etip qoydu da deydi. Yakup'ның vazifesi Halep etiş bileli çeklenmeydi. En mühimi dadısı onunla belgilep bergen şapaq teriş vazifesini orulaş idi. Adette o məhəllə Axletxanasının aldıda bir çazı qoratdı da Axlet tökünə çıqqanlardan birmi-bir şapaq barmı dep soraydı. Uçaqlarda nədə hazırqıda kündə təyyar qoğun tavuz deysə. Dadımızның bir qoğununu velosipedinin kəyniga qısıb elib kelivatqanlığını görsək, qandaq qızıq oyun bolışdan qat'i nazar şu yerdələ taşlap kəynindən yugurib kirib ketətdik. Şuna məhəllə Axletxanası onun vazifesini orundaşqa acizlik qılatdı. Onun asaslıq tapaviti yekşənbə gündəki dehqan bazardan keletdi. Bir günü mən bekarçılıqda onunla əgişib, onun şapaq terişini naq meydan ziyaret qıldım. Şapaq teriş desə, mən dəxi etizdən başaq dərgəndək qədəmdə bir uçurab durdu depdi mən. Onun bir çüş terigen şapaqları çiptisinin yerimigimi kelmedi. Ey şapaqçı, dep toğladı biz ketavatqan eriqning udulidiki bir yaymikeş. Mao şapaqni bereymi? O bir qoğunni kasıçılap yevatatdı. Yakup mallarının rızkı üçün bu haqaretke çidap onun qoğunni yep bolışını saqlap durdu. O qoğunni çaqmaq qandak çasılap pichaq bilan yemekdeydi. Her qatim xaridarlar kelib, o qo'g'inni qo'yib savdoga kirishganda Yakup deganicha bir qatim zarda bo'latdi. Yaymikesh qo'g'inni qirib girdisidan bir necha to'g'ram chilab, oxirgi suvini ichib bo'lganda Yakup uning oldiga berib edi. Yaymikesh shapaqni qo'lida cho'rgiltib o'ynatganicha, "Mani beshinga kiyib pushpadiga bir o'yinsang beraman" dedi. "Qo'pa anangni" dedi Yakup oxiri chidamay. U ulapla o'zi bildigan eng sat tillarni to'kiyitibla qaçdı. Yaymichining keyindan uningga atgan shapqaga qarabmi qo'ymadi. Yakup qayg'uni kuchga aylantirib, chiptini to'ldirish irodasiga ta'sir yetkazmadi. Oldiras savdo qilayotgan bir saychi o'zi baya pichib yegan qo'g'inning shapqini keyniga do'lab qo'ygan ekan. Yakup buni qandoq ko'rib qoldikin, berib changallabla chiptisiga soldi. Saychi keyniga o'rilib qarab, "Sen uchun yig'ibdiman-da buni" deginicha xaltini biroqla tortib elib, yiroqroq turgan eshikning oldiga olib to'kivetdi. Yakup o'zi shuncha jafo mushaqqatda tergan shapaqlarining bir yot eshakning oldiga to'kilganligini ko'rib, xuddi mashning yenda paxtaliq chapini kuyib ketgan odamdek chichangshib ketdi. Yugurib berib eshakning og'ziga chiqib bo'lgan bir tilim shapaqqa esildi-da, bir putini eshakning ma'dasiga terib tortib olishga urindi. Shapaq o'ttirdan uzilib, 4,5 metrda keyniga salturilib yiqilish badaliga yerim shapaqni aram qaytirib kelaladi. Qalgan yerim uchun achchig'ida etilib kelib eshakning qulqiga tangida birini urib edi. Saychi o'zining qulqiga shapaloq tekkandek vaqirab ketdi. Yakup saychining varqirishiga bo'sh kelmadi. Haqqoniyat oldida bosh egib yurmadi. Menmi uningga bo'lishib, uning bu shapaqlarni xuddi tog'da odamga tergandek tasdi terganligini, shapaqni elib olsa, uning terisini shulib olganga tang bo'lganligini deyishib berdim. Oxiri Yakup saychining qattiq nazorati ostida o'zi terib kelgan shapaqlarni birma-bir ko'rsatib, dalillab turib qayta xaltisiga soldi. Uruqningmi u tergan beshakşinning yoki saychi yegan qarkusayning ekanligini talishishdan bosh tortmadi. Oxiri talafat yegan shapaq uchun g'udung shig'inicha eshakka sat bir olib ayrildi. Agar egisi yanada bo'lmagan bo'lsa, eshakning qo'lsiqiga tepmidi degandimi bir ishkini tepib olgan bo'ladi. "Nima jafo bu Yakup?" dedim men uningga ichim og'rib. Şapaq sahəsinin bunca rəhimsizlikini o'ylab baxmabdı ekanman. Itning og'zidan so'ngak talashdi deganni anglagan. Eshakning og'zidan shapaq tortib olganini anglab baxmabdı ekanman. Bundan keyin uyda qo'g'im pissaq, bir tal uruqnima tashlab yotmay sana beraman. Bundan keyinning gapini qo'yib, hozir ma'u chiptini bir to'ldirsam bo'ladi, dedi u qayg'urib. "Yakup" dedim men uningga. "Men baya bizning mahallaning yendiki qo'g'in pichib sotadiganning oldida do'lab qo'ygan bir döv shapaqlarni ko'rdim. Son va sifat jihatdan sen terib yurganlardan ko'p yaxshi. Aşularni yig'ib elib ketsang bo'lmamdi.
Seningcha tutqizib qo'yaman, dedi Yaqub erensizlik bilan. Bir qatim bir quvg'inchining oldidagi shapoqlarni elibli mengibdiman. U nima qilyapsan degunicha shapoq bilan yuzimga parasiltib birini soldi. Shuning yoqi quvg'inchining oldidagi shapoqlar ko'zimga qamchidek ko'rindi. Shapoq terish quvg'in terishdimi ta'simi nima Yaqub? Agar ashu yig'ib qo'ygan shapoqlarni amal qilib elib ketalgan bo'lsak, senmi eshak bilan arg'amchi tortishib yurmasding. Bayamqi holatingni o'ylamay desammi ko'z oldimdan ketmayotidi. U birdan o'ylangandan keyin kallamga bir aql kelyotidi degunicha chiptisiga qaradi. Ichidagilarni bir nechaga bo'lib, ko'p qismini bir yerga yoshirib qo'yib, oz qismini elib mangdi. Men uning nima qildiganligiga qiziqib, uningga agashgunimcha quvg'inchining yeniga keldik. "Ma'u shapoqlarni bu yerga tashlab qo'ysam bo'lamdi?" dedi u chivin qo'rib turgan quvg'inchiga. Quvg'inchi uningga "Ma'u pulni bersam olamsan" degandek ishonmagan holda o'rnidan qo'pib, chiptining ichiga qaragandan keyin "To'ka" dedi. "Ajab yaxshi" dedi Yaqub xo'sh bo'lgan qiyofatda. "Axlatxonga qachon borarman deb turgan. Yana elib kelsam bo'lamdi" dedi Yaqub qaytishning oldida. "Nereden elib kelsan?" dedi quvg'inchi qiziqib. "O yerdagi navoy ustaldagi shapoqlarni tashlab yutib kel degan. Bir girdi elish badilga" dedim men qo'shib. Dukkandagi xaridorlar non bilan yegan quvg'inning shapoqlarini to'kib yutishni o'ttiga oldi. Men uningga tehi axlatxonni ko'rsatib qo'yay deb mangan. "Axlatlarni aralashtirmay musharga akilib to'kiver" dedi quvg'inchi mardlik bilan. Yaqub ilhomlangan holatda u yerdan ayrıldı. Biz bir sayni tepib suzlub yatdik. Yaqub har bir 2 soatda o'zi tergan shapoqlarni oz-ozdan uningga opirib turdi. "Shuncha shapoqlarni opirib bersangmi?" dedim men Yaqubni daydayga selib. "Quvg'indan yaproqchilik bo'lsa-ma pichib beray demidi ya sana?" "Anisiga pichib bersin" dedi Yaqub parvosizlik bilan. "Yili uni qandoq joylaymanki? Kech kirib bozor tarqiganda biz uning quvg'inni setib bo'lib, liq shapoq qashlangan xaltisi bilan shirasini velosipidiga tangmoqchi bo'lib turayotganligini ko'rib turdik." Yaqub uning oldiga yugurib berib, jiddiyroq talaffuzda aytdi. "Navoyxonning oldiga yerim chipti shapoq qachlab qo'ydim. Akilay desam ko'tarolmadim. Velosipedingizni minib akilaymi?" "Minalamsan" dedi quvg'inchi uningga. "Chatroqchilab minalayman" dedi Yaqub velosipedning yeniga kelib. Quvg'inchi uning chatroqchilab minaman deb velosipedni yiqitib o'tishidan ansirdimi yoki elib qo'yishidan qo'rqdimi? "Meni boshlab bor" degunicha velosipedni yetiladi. Yana kayniga burilib shira bilan shapoqlardan ansirab, "Bo'lmishsan mishada turib tur" degunicha o'zi minib ketdi. Yaqubning kayindan to'lab, "Kelar hafta yo'g'on bir tilim quvg'in bersiz jumo" deganigima javob bermadi. Attiganning yog'i uni shapoq bilan ta'minlagan bolaning uning shapoqlarini elibli ketishini xiyoliga keltirmagan edi. U odam do'xmishga berib qayrilishiga Yaqub tayyor qilib qo'ygan xaltadagi shapoqni yutibla mangdi. Men yordamlashay deb uning kayindan yuguribmi yetisholmadim. Atqo'shdan kichik Yaqub aqlliqmikan Yaqub? Ot baygisining hikoyasini sen anglaganmiding? Birisining 3 eti bilan yana birisining 3 etini ayrim-ayrim musobaqalashtirdiganchu. Ang chapolmaydigan etini qarshi tarafning ang noji etiga selib, birda uftirib berib, ikkida uftidigan. Bir narsadan qasdan kechib, ko'p narsaga erishadigan bu usul 36 tadbirda shaptul uchun oluvchini qurtish deyildi ekan.